Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, birodarlar. Bugun Xudo xolasa shu Diana qizimizni bir holini xabar olish uchun keldik. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha qo'llab-quvvatlab syomkamizni tarqatib turinglar. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar. Biz syomka qildik. Avvalam syomka boshqa birovlarga chiqartirdingizlarmi dedik. Yo'q, hech kimga chiqartirmadim. Telefon qildilar, yani 200 görmeden nogiron singlimizni chiqarganimizdan kimlardir algan ekanlar. Keyin avvalambor Alloh qalaversa umidim sizdan. Shuna bir chiqarib bir yoritib berishing, bir kasallikni bir neting. O'zim moddiy yordamdan juda qiynalib qoldim dedilar. Bize syomka qilganimizdan keyin 14 milliondan oshiqroq pul chiqibdi. Shuni ichkariga kiramiz. Necha so'm pul tushgan, shular bir ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Xudo xolasa keyin 200 görmeden nogiron singlimizni Xudo xolasa bize syomka qilib chiqaravering. 90 million pul yig'nalibdi. Akşam cheklarini berib berdik. Egalarine shuni $5000 bir inson berib berdi. Syomkada ko'rsatib o'tdi. Keyin $1300 bir inson berdi. Keyin 6 milyon, 4 milyon yig'ilgan. Shuni Xudo xolasa 90 million pul bo'lgan. Avval Gagarinda 5 tom degan joydan uy gaplashdik. Uni bir yandan pastki nereden başka bir joyda alaman dediler. Shuni Xudo xolasa 90 milyon pullarni cheklari turibdi. Uy olganda unan bir syomka qilib o'tamiz. Qo'ldan kelganicha Xudo xolasa nima deyecekmiz? Bir qo'ldan kelganicha bir xalqqa bir chiroyli xizmat qilish, bir o'zimiz hissamiz qo'shish, bir qiynalib qolgan oilalarga qo'llab-quvvatlab shuni keng syomkamiz kengroq tarqatishlaringizni iltimos qilib qolgan bo'lardi. Avvalambor uzr başında tebrikler aytib o'tganimiz uchun yaratgan Ramazon hayit hammamizga qutlug' qadamimizga muborak bo'lsin. Hammangizni bayram Ramazon hayit bayrami bilan tabriklab qolaman. Bo'lmasa hozir Diana qizimizdan xabar olamiz, ichkariga kiramiz. Narsani eslatib o'tamiz o'rtoqlar, hurmatli yurtdoshlar. Manzilimiz Durujba shaharchasi, Tuproqqal'a tumani Durujba shaharchasi ina Rus maktabining yanında. Yine doğum 3-4 doğum ekan, Agahı 3-4 degan doğum ekan bu. Eğer mabodo zakat beruvchilar bo'lsa, fitra beruvchilar bo'lsa, bemalol manzilini yana telefon nomerlarini qo'yamiz, o'zlaridan ham so'rab olishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelganicha Xudo xolasa shu singlimizni befarq bo'lmay, yaxshi oyda, yaxshi kunda, ulug' kunda shu qiza kimdir ehson qiluvchi bo'lsa, kimdir zakat beruvchi bo'lsa, shu yerga yo'naltirib qolishlaringizni iltimos qilgan bo'ladi. Yaxshimisizlar, bog'misizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Onasana yaxshi o'tiribsiz? Alaykum assalom. Diyonaqiz, yaxshimisiz? Sog'liqlar yaxshimi? Diyonaqiz turibsiz balki? O'z turib bilinmaydi Diyonaqiz. Yok. Annem mazası yok. Ayaklarım çiş mi? Ayaklarım çiş yok mu? Ravan afiyetten geldik yani. Şundan çişler kaçmadı. Diyalize kaçan verdiniz da? Yani geldik, bugün varıp geldik. Diyonaqiz, yaxshimisiz? Ya yaxshi. Bu boynundaki narsa ne dediniz bana bu? Ya diyaliz aladan narsası mı ya? Bir yana karın kay? Diyaliz aladan aparatı. Tuğba, pastiyenle duramam bu narsa. Yavan gibi 3 ay oldu, 3 aydan hem ötüyordur. Bu kolumdaki narsa ne o? Kolumdaki neredeyse ulan diyaliz alıyor, lakin içine demir aparat koyulgan onun. Şimdi o 40 gündeki. Yelim bo'lgan uchun. Ondan ko'p foydalanib bo'lmaydi ki. Yo'q. Buni endi umrlik etib qo'ydirdim. Avvalambor shifosini berib Xudojonim bu narsalarningizdan qo'ymasdi. Hali kelajakda bir xalqqa yurtga xizmat qiladigan ajoyib inson bo'laysiz. Hurmatli yurtdoshlar, yana Diana qizimiz yana keldik. Doğrusu şu kızıma bir fark bulmanlar şu kızımıza ben özüm görüp yüzümden yaş çıkaydı hazır. Ahvalı sağlıklarının ahvalı yaxşı emas doğrusudan. Hürmetli yurtdoshlar. Yani tashqarida aytib o'tdik, yana bir bor
Yaratırgan Ramazan hayit bilen hemmeni yana bir bar tebrikliymen. Ertege Ramazan ayımızın en ulu günü, Arefe günü, zekat berüçem, fıtre berüçem, ihsan kılıçam en ulu günde versem dedi lan. Şuna Xuda xalasa erteng bir yaxshi insonlarga borib yetsa, shuni bir tarqatishda yordam qilsangizlar, qo'ldan kelganicha o'rtoqlar, ko'p aytamiz, bir kommentariy yozish qiyin narsa emas, shu kizma shifo bersin deb 2000 marta, 3000 marta ko'riladi, kommentariyamiz 50 da 60 da qolib turibdi. O'rtoqlar, bizlara hech kimning hech narsasi kerakmaydi. Bu kizning bir faqat bir shu yaxshi bo'lishine sababchi bo'lsak bo'ldi. Yana bir eslatib o'tamiz, 14 milyon 400 ming so'm pul chiqdi. Masalan, bir so'mga sababchi bo'lsam men xursand bo'laman. Shu любой bir insona, bir muhtoj odamga bir so'mimiz, bir ozgina foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. 14 milyon 400 ming so'm hammangizdan o'rtoqlar, Alloh rozi bo'lsin. Endi ihson qiluvchilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Shuni tarqatib qo'ygan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. O'rtoqlar, kommentariyani yozib shu kizga shifo dilanglar. Duo bilan masalan 6 oy yomg'ir yog'madi, to'g'rimi o'rtoqlar? Duo bilan bir kuni o'zida juma kuni duo qilindi bundan bir 4-5 oy oldin. Hem yomg'ir yog'di, hem qor yog'di. O'rtoqlar, duoda gap ko'p. Duo qilsak shu kizning shifosi bo'lish, yaxshi bo'lib ketishini, shifo topishini bizlar o'z qissamiz qo'shsak, kommentariyada duolar qilsak, uyda shu kizimiz Diana, ismi Diana nima? Diana kızımız için bir uyda duo qilaylik. Men to'g'risi shu 5 mahal namoz o'qisam shu kizni Xudo xolasa har nemda o'zimni yaqinlarim qatorida qo'shib turman, to'g'risi. Rahmat. Mening to'g'risi ko'zimizga yosh keldi o'rtoqlar. Shuni tashab qo'ymaylik, shuni qo'ldan kelganicha tarqataylik bir 20-30 odam. Singlim kana avvalgi ihson qilganlardan keyin xalqqa murojaatingiz bo'lsa, masalan 14 million yig'ilibdi. Hozir buni bugun olib borib kelganingizda pul olib bordingizmi yo o'zi boriza niyatdami? O'zi idealizm bu dializ olib borib keldingizmi buni? Dializ o'zingiz ham borib keldingizmi? Skorda olib borsak, endi o'zi olib borib keladi, men borishim shart emas dedingiz. Bugun netdim, skorida gittik, lekin baribir katta sudirga o'tirgandan keyin qo'rqdim o'zim yurarman. Sudirga bo'lsa nishatladi u sudirgadan nima? Xola vaqt tutib qolardi, yana bu yo'li yomon g'altin borgandan keyin qo'rqdim o'zim ham yurarman. Neden 14 milyon 400 ming so'm tushdi dedingizmi plastikka? Uni naqd platib olib qo'ydingizmi? Ha, olib qo'ydim. Hurmatli yurtdoshlar, 14 milyon 400 ming so'm pul tushdi. Xudo xolasa ertang eng ko'p zakot beradigan, keyin fitra beradigan, ihson qiladigan eng odamlar shoshiladidan yana Arefe günü en ulug' kun bo'lgani uchun ko'p odam shu kunlarni qo'yapti. Shu qizimiz shu zakota, keyin fitra pulini shu haqdor oila deb o'ylaymiz, haqdor qizimiz, shundan befarq bo'lmanglar. Esa xalqdan qana murojaatlaringiz bo'lsa, singlim. Shu xalqimizdan shu balama yordam berishlaringizni tilayman. Shu O'zbekiston xalqi sizlarning balalaringizga o'xshab men balam ham shu yashab ketsa deyman, yaxshi bo'lib ketsa deyman. Shu yordamlaringizni ayamanglar. Shu tashab turgan pullaringiz ham Xudo xolasa shu balam sizlarning bolalaringizga bir o'qimishli, Xudo xolasa shu sizlarning bir yaxshi kunlaringizni qaytaradigan bir bolacha bo'lishini tilayman. Siz singlimiz duo qilsangiz bo'ldi, Xudo xolasa sizdan hech kim ertaga qaytarib bersin deb qilmaydi ihsonni. Shu xalqimizni shu ihson tashaganlar ham duo qilavering, tashamonlar ham duo qilavering. Shu qizimiz yashab qolish uchun kimdir kommentariy yozaman, like bosib tarqataman, kim qo'ldan kelganicha o'rtoqlar qayta aytamiz, befarq bo'lmaylik. Bu narsa bir boshqa bir oddiy narsa emasdan, bir befarq bo'ladigan narsa emasdan iltimos qilib qolamiz o'rtoqlar. Shu singlimizni yashab qolishi uchun bizlar qo'limizda, qo'ldan kelganicha tarqatsak, qo'ldan kelganicha zakoti fitrani shura yo'naltirsak, Xudo xolasa
nur üstüne yalan nur boladı. Peygamberimiz Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçerli koldan geliyenice yaxşılık kılsak bizlere 10 beraber kılıp kaytışını bizlere kayta tekitlep ötkenler. Ortaklar, yurttaşlar şu bir fark bulmanlar, tarkatınlar, koldan geliyenice ihsan, kimdir ihsan kılıcı bolsa, eğer başkalar, doğanlarımız, yakınlarımız bolsa, şöyle yöneliş verişlerinizi iltimas kılıp kalgan boladı dedik. Kana kızımız bir halktan müracaatiniz bolsa, iltimaslarınız bolsa, müracaatlarınız bolsa aytın, erten gelecekte sizden sogayıp gitseniz, halka sizden bir ihsan sever insan bolasmı, halka hizmet kılasmı? Xudo xolasa men ertaň yaxshi bo'lib ketsam, boshqalarga o'xshab İhsan kıluvchi insonlardan bolasang, ehson qiluvchi insonlardan bo'laman. Birinchi o'rinda shu 14 million 400 ming so'm tashlagan har bir inson, har bir ehson qiluvchi har bir insonlara birine ming bersin deyman. rahmet kızım. Ortaklarıyla şu kızımız görmekten de her dem yüzüme yaş geltirdi. Şu kızı hiç bir fark bulmayık ortaklar. Gelecekte sizden Xudo xolasa acayip sog'ayib gitseniz şu ihson sever inson bo'lib xalqqa yurtda xizmat qilaman deysiz-ku. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsam, men ham yashab ketsam, boshqalarim bolalarga o'xshab o kishi boshqalarga o'xshab ehson sevar, ehson qiluvchi inson bo'lishi xohlayman. Rahmat. Singilasi ihson qilganlara bir duo qilib bering. Duo bilan el ko'karar deydi. Sizlaring bana qarang, bu ulug' kunda sizlaring duolaringiz qabul bo'ladi, Xudo xolasa. Shuni bir ihson qiluvchi insonlarga, ihson qilganlara bir duo qilib bering. Ilohim amin. Çocuğum şu kim eksen kılan bulsa, şu balamı kim dua etken bulsa birine ming versin. Şu roza Ramazan ayında duadanız birine ming verip Xudojon şu hemen balalarını şu balamam şu yaşap geçsin Xudodan taraf kalam. Ilohim amin. Xudoyim bu en yaxşı günümüzde Xudoyim bu hemen bir yaxşı gününde kaytarmak nasip etsin. Şu hemen balasıga doğru. Balamam yaşayıp yetişin Xudodan taraf. Ilohim amin. Allahu ekber. Kabul bo'lmay. Diyana kızımız ise Xudo xolasa bize duolarimiz Allah şifosini bergay. Xudo xolasa yaxshi Parvardigor, duolarimizni qabul et. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sen bizga berganing bilan seni mulking, azamating kamaymaydi, Parvardigor. Sendan ko'p narsani so'ramaymiz. Faqat sendan sobit iymonni so'raymiz. O'zingga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Va bu muhabbatning badaliga sening ham muhabbatingni so'raymiz. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Parvardigor, bu oyda qiladigan ibodatlarimizni qabul et. Duolarimizni ijobat ayla. Ramazonga qadar insonmiz, bandangmiz, qulingmiz. Gunoh qildik, xato qildik, isyon qildik, tug'yonga bordik. Parvardigor, o'zing kechirgin. Bilib bilmasdan qilgan xatolarimizni mag'firat ayla. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Bizlarni deb xatokor bo'lgan, ibodatlarda kamchiliklarga yo'l qo'ygan otamizni, onamizni jannat ahlidan qilgin. O'tgan bo'lsalar rahmat aylagin, hayot bo'lsalar umr bergin, iymon bergin. Kasbi korda, ishda, mehnatda yurgan yigitlarimizning ishlariga barakot bergin. Bu tabarruk yurt, ulug' zamin